Mana bu ukamni gapiga bir e'tibor bering. Do'stlar, bugun 3-kuni. Mana uchrashuv ichida bor 3-kun. Dalshi bosamiz. Ukamiz bir oylik challenge boshlagan ekan. 3 ta energetik qani ichsam nima bo'ladi deb. Biz shuni 4 ta qilamiz. Deydigan bo'lsak, shu yerda katta xato qilgan bo'lamiz. Chunki prosmotr yig'aman deb yosh auditoriya, yosh farzandlarimiz, aka-ukalarimiz sog'likka befarq bo'lmasligi sababdan shu narsani men video qilyapman. Sog'lik bu topilmas boylik. Bu juda inson sog'ligi uchun juda zararli narsalar. Buni meditsina ham tasdiqlagan. Buni men ham hayotim tajribasida ko'rib chiqqanim uchun aytaman. Bu narsani hayotda qilmanglar. Qanaqadir prosmotr, qanaqadir aktiv yig'aman deb sog'liklarni o'rkib almashtirmanglar qanaqadir kontentlarga. Jonlari sog' bo'lsin.